Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan oleandr gul'ining parvarishi haqida batafsil gaplashamiz. Oleandr o'simligi nerium deb ham ataladi va gudrovlar oilasidan bo'lib, 3 dan 10 tagacha turiga egadir. Lotincha nomi grek tilidan olingan nerion zax yoki nam ma'nosini anglatadi. Oleandr o'sgan joy suvga yaqin, yer osti suvlariga yaqin joylarda yaxshi o'sadi. Issiqqa chidamli, tabiatda o'rta yer dengizidan subtropik joylarida uchraydi. Bu gul zaharli hisoblanadi, biroq uning bargidan dorilik uchun ham tayyorlasa bo'ladi. Yurak-qon tomir faoliyatini buzilishidan, agarda gulni hididan ko'p vaqt davomida hidlasa, bosh og'riqlarini keltirib chiqaradi. Katta gullari oq, qizil, pushti va sariq ranglarda bo'ladi. Xona sharoitida ko'proq oleandr oddiysini parvarishlaydilar. Seleksionerlarning tajribasi bilan har xil rangli turlari asosan navlari yaratilgan. O'simlikni yaxshi yoritilgan joyga qo'ysangiz, qisqa vaqt ichida bo'yi 200 cm gacha ham yetadi. Judayam tez o'sadigan o'simlik. Oleandr uchun yorug'lik xona sharoitida oleandr ko'p yorug'likka muhtoj bo'ladi, faqat shundagina bo'ta chiroyli va ko'rkam bo'lib o'sadi. Yorug'lik yetarlicha bo'lmasa, lampalar orqali yoritsangiz juda ham yaxshi bo'ladi, chunki bu gulimiz asosan faqatgina yorug'likni talab qiladigan gul hisoblanadi. Gul turgan xonani havosini o'zgartirib turish lozim, ya'ni muntazam bir xil xonaning havosida tursa, gulning barglari zararlanishi mumkin. Harorati esa yozda xonada harorat +30 gradus, kuz kelishi bilan esa +18 gradusga tushiriladi. Qishda esa yaxshi yorug'lik va +8, +15 gradus joyga qo'ysangiz, mart oyidan boshlab sekin-asta xona haroratini ko'paytirib borsangiz ham bo'ladi. To'g'ri sug'orishda esa sug'orish uchun yumshoq tindirilgan va xona haroratida iliqroq va tinib turgan suvni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bahor-yoz oylari ustki tuproq qurishi bilan sug'oriladi. Jazirama issiqda likopchasidan chiqqan suvga tegmaslik lozim. Sovuq qish kunlari esa to'kib tashlash lozim bo'ladi. Bu gulimiz uchun havoning namligi bahor-yoz oylari suv purkalmaydi. Agarda xonada juda issiq bo'lsa, likopchasiga suv qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, ammo qish kunlari suv purkashi kerak bo'ladi, chunki isitish vositalarida havo qurib, barglari uchi sarg'ayishni boshlaydi. Oziqlantirishda esa oziqani faqat bahor-yoz oylarida berish lozim. Bir oyda 2-4 martagacha oziqlantirsangiz bo'ladi. Shunda bir safar organika, bir safar mineral o'g'itlar beriladi. Oziqani issiq bo'lmagan kunlari sug'orishda yarim soat o'tgach berish kerak bo'ladi. Oleandrni kesilishida esa oleandr albatta kesib turilishi kerak, bo'lmasa gullamaydi yoki kam gullaydi. Gullab bo'lgan gul shoxlarini 1-2 yoki 3 qismini kaltalatadi. Kesilgan shoxlarini ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Gul tugunchalarini orasidagi vegetativ o'simtalarni albatta olib tashlash kerak, chunki ular o'sishni sekinlashtiradi. Oleandr gulining ko'chirilishi. Yosh oleandrlarni har yili kattalarini 2-3 yilda bir marta ko'chirsangiz ham bo'ladi. Ko'chirishni bahorning oxirida yoki yozni birinchi kunlarida bajariladi. Ildizi tuvagiga sig'may ketgan o'simliklarni albatta ko'chirib olish kerak bo'ladi. Ko'chirilayotganingizda ildizini keraklicha kesib tashlang va kesilgan joyiga o'tin ko'miridan sepib qo'ysangiz bo'ladi. Drenaj qilish kerak bo'ladi. Tuproq tarkibiga torf, qum, achitqa, go'ng va xazonli tuproq kerak bo'ladi. Katta bo'lib o'sib ketgan oleandrni ko'chirish qiyin bo'lganligi sababli ustki tuproq qismini yangisiga almashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu gulning zaharligi esa unda yosh bolalar bo'lsa o'stirmaslik kerak bo'ladi xonadonlarda, chunki oleandr ildizida, bargida, gulida zaharli moddasi bo'ladi. O'simlik bilan ishlab bo'lgandan so'ng qo'lni sovunli suv bilan yuvib tashlash kerak. Gullarini hidi bosh og'rig'iga sababchi bo'ladi.
gulini va mevalarini yeyish mumkin emas, qayd qildirib, yurak urishini buzadi. Ayrim hollarda nafas to'xtatishi ham kuzatiladi. Qo'l qismida kichkincha yara bo'lsa ham oleandr bilan ishlash mumkin emas. Undan chiqqan suyuqlik umuman yaraga tushmasligi kerak, unda odamni zaharlantirib qo'yishi mumkin. Oleandrning ko'paytirilishi: urug'idan ko'paytirish yangi terib olingan urug'larni ekiladi, chunki urug' saqlansa unib chiqmaslik ehtimoli bor. Urug'ini ekishdan 30 minut oldin fungitsid eritmasiga yoki kaliy permanganatga margansovkaga solib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin 2-3 soatda liqroq va zirkon eritmasiga solsangiz bo'ladi. Ekish uchun vermikulit, qum, o'tin ko'miri kerak. Urug'ini sepib, ustidan shu aralashmalardan yupqaroq qilib solib chiqsangiz, +33–+35 gradus joyga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Nihollar 7-10 kunda unib chiqadi. Sovuqroq joyda tursa, kechroq unib chiqadi va urug'larini chirib ketish ehtimoli ko'proq. Nihollar ko'rinishi bilan qo'shimcha lampalar bilan yoritish kerak bo'ladi. Harorat +18 gradusga tushib ketmasligi kerak. Sistematik ravishda suv purkab turiladi. Nihollarda haqiqiy ikkita barg chiqsa, katta buta singari parvarishlashni boshlasangiz bo'ladi. Pikirovkani va alohida tuvaklarga ekib olish uchun yana ikkita barg chiqarilgandan so'ng bajarsangiz bo'ladi. Urug'i orqali ko'paytirilgan oleandrda katta bo'lgach, turini yo'qotish kuzatiladi. Shuning uchun eng asosiysi uning shoxi orqali ko'paytirish bo'ladi. Shoxi orqali, ya'ni cherenka yo'li bilan ko'paytirishda esa bahor yoki kuz oylari bajariladi. Kesib olingan shoxini uzunligi 15 sm bo'lishi kerak. O'tin ko'miri bilan оборотка qiling va quritishini ko'ring. Perlit yoki qum va o'tin ko'miri aralashmasiga eksangiz, doim ozroq nam bo'lib turishi lozim. Harorati +20 gradusga yaxshi yorug' joyda turishi kerak. Ildizlatishga oddiy suv ham bo'ladi. Suviga ozroq o'tin ko'miri solib qo'ysangiz, 4 haftadan keyin ildiz ko'rinadi. Keyin alohida tuvakka ekib olsangiz bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi, azizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.